Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Do'stlar, bu Avtoulov kanali. Bugun sizlar bilan Geely EX5 EV modelini birga ko'rib chiqamiz. Geely kompaniyasiga yana Zeekr biz bilgan, Linko biz bilgan, Volvo, Polestar, Lotus brendlari ham kiradi. Bu degani mashina ham sifati o'sha mashinalardan qolishmaydi degani. Sizlar joylashib olinglar. Avtoulovimizni obzor qilishni, ya'ni ko'rib chiqishni boshladik. Rulimiz endi kimga qanaqa, menga misol dizayn jihatidan uncha yoqmadi. Knopkalari живой, yaxshi. Голосовой управлениялari bor ekan, sразу 360 ga ulashingiz bo'ladi. Yomon emas. Torpedka qismi hali aytganimdek yumshoq plastik. Pasti yumshoq charmga o'ralgan, mana pastda svetodiodlari bor. Yumshoq charm, havo chiqaradiganlari bo'tdi. Hali aytgan shaybaga ovozni ulashingiz bo'ladi, qo'shib o'zingiz yana xohlagan funksiyalaringizni qo'shishingiz bo'ladi. Yana barimizni ko'radigan bo'lsak, bu tarafi tipi под дерево qilingan. Hali aytgandek bespроводная zaryadka, bari usti yumshoq charm. İçini ko'radigan bo'lsak, ichi oddiy hech narsa bilan o'ralmagan, просто plastik. Bari pastki qismida просто plastik, USB, Type-C и прикуритель bor ekan. Monitorimizga keladigan bo'lsak, ishlashi nisbatan tez. Idealniy tez emas, lekin nisbatan tez. Gadjetlarni ko'rasizlarmi? Shundaki o'ziga radiosi, klimat kontrol, botdan skorostlar qilsanglar bo'ladi, botdan tezlanishi, o'zingizlarga xohlagan narsani qilsanglar bo'ladi. Agar kichkina monitoriga kelsa, sifati unchalik emas. Bu monitorga o'xshab. Ekrandagi yozuvlari lobovoyga tushsa ham chotki. Mashinamizning kaliti oq va xuddi shunaqa qorasi ham bor. Disklarimiz 19 dyumli, shinalarimiz все сезонка Goodyear ekan, 235-50-19, orqasi ham 235-50-19. Tormozlarimiz oldi ventiliruемый diskovый, orqada ne ventiliruемый diskovый tormozlar. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'linglar. Bu juda muhim bizlar uchun. Kimga shunaqa yangi Geely avtomobili kerak bo'lsa, attiga 96 million bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Sidenlari mana ko'rsatayotgan joyi sifatli sun'iy charmdan qilingan. Perforatorning ayonlari esa juda yumshoq sun'iy charm bilan. Podголовникida ham kolonkalariga ega. Sideniyalarda
oldi o'rindiqlar isitadi, sovutadi massaj, orqada faqat isitar ekan. Eshik obshivkasiga keladigan bo'lsak, tepa qismi yumshoq plastik, bu yoqlari plastmas ekan. Plastmasning tegi sifatli sun'iy charmdan qilingan. Pastki qismlari polniy plastik. O'zini 16 ta kolonkasiga ega. Flamy Sound degan. Oynalari esa bir qavatli oynalar. Aytmoqchi, bu mashinamizda yana eng qulay narsasi bor. Uncha-muncha elektromobillarda yo'q narsa. Kemping rejimi bor. Agar siz tog'ga yoki yana u joyga boradigan bo'lsangiz, sizda xohlagan joyingizda 220 tokni bera oladi bu mashina. Если shtoga sherigingizni elektromobilini zaryadkasi kamayib qolsa, o'shanga ham zaryadkasini bera oladi. Avtoulovimizni yana 100% ovozli boshqarsa bo'ladi. Hamma funksiyalarni ovoz orqali boshqarsa bo'ladi. Bunga joylashamiz. Yaxshi haydovchi sifatida joylashdi. Lekin chap oyog'im pastga pritik bo'lib qoldi. Bo'yi uzunligi sal diskomfort bo'lsa kerak deb o'ylayman. Orqaga o'tirib ko'ramiz endi. Orqaga o'tirdik. Yaxshi joylashdi. Tepada ikkita musht, oldida 2,5 ta musht. Agar sidenani eng oxirida turgan ekan. Yaxshi qulay, uzoqga ketardim. Aytganimdek, orqa qismi juda qulay, uzoq yo'lga ketardim. Eshigi xuddi oldi eshigidagi tepa qismi yumshoq plastik, bu yoqlari plastmas, bu yog'i esa sun'iy charmdan qilingan. Plus tarafi oynasi oxirigacha tushar ekan. Menga shu tarafi juda yoqdi. Podlokotniki oddiygina ekan. Ikkita suvga qo'yadigan joyi bor. Hech narsa bilan qoplanmagan. Podogrev, ikkita skorostli podogrevi bor ekan. Kichkinagina nishachasi ham bor ekan. Mayda-chuyda qo'ygani, undan kattaroq joyi ham bor. Mana bu narsalar qo'ysa bo'ladi. 3,5 kilogacha qo'ysa bo'lar ekan. Bu yoqlarimizni plastmas ekan, bu yog'i esa sideniyga o'xshagan yaxshi sun'iy charmlar ekan. Bu yoqlari polniy plastmas, ham qo'ygan hamma joyi plastmas ekan. Oldi yo'lovchi o'rindig'imizni plus tarafdan atamankasi bor ekan. Atamankani chiqarib olib, uzoq yo'lga bemalol oyoqni cho'zib ketsa bo'lar ekan. Endi qaranglar. Bu mashinani Xitoy mashinasini biz hozir skriptlarga tekshiramiz va sifatini ko'ramiz. Tosh, kichkina monitorchasi. Ozgina bor ekan. Tepa tarpetkadan ozgina bu narsa keldi. Tosh bo'lib yotdi. Железный tвердый torbaqa qo'ysa bo'ladi. Petka ko'rinishi, salon ko'rinishi minimalizm va bu oq sun'iy charm bilan ajoyib ko'rinishda. Kameraga ko'rinayotgan bo'lsa, ko'rsan tepaga ko'tarilib ketyapti. Pastga tushyapti. Massaj zo'r. Tepa qismi oddiy materialcha. Zerkalasi svet bor ekan. Bu tarafida ham shunaqa narsa. Tepasiga avarinkani yoqishgan.
lampochkalari, sensorli lampochkalari bor. Agar lukka keladigan bo'lsa, lukni faqat monitor orqali boshqaramiz. Bundoq qilib. Avtobus haqida yana eng muhim jihati Euro Crash Testdan bu 5 yulduz olgan avtoulov shu bo'ladi. Orqa bagaj qismi elektronniy. 460 litr hajmga ega. Bagaj pastida yana joycha bor. Yana yuklab qo'ysa bo'ladi. Bu yoqdan ruchkacha paketlar taqish uchun. Sambuferi ham bu yerda. Bagajimizni sideniyasini faqat mexanически tushirsa bo'lar ekan. Tushirib ko'ramiz. Shunda bagajimiz ancha keng bo'lar ekan. Endi to'polaga borganda такой легкий orqada yotsa bo'lar ekan. Agar oyoqni cho'zaman desa, oyoq chiqib qolar ekan, joylashib bo'lmaydi. O'shaning uchun такой легкий o'tirsa bo'lar ekan. O'zi avtomatim yopiladi. Faralarimizni svetodiodniy fara, orqasi ham, oldisi ham svetodiodniy faralar. Ko'rib chiqishni boshladik. Mashinamizda aytgandek haligidek juda qulay o'tirish. Hamma yo'l harakat znaklarini o'zi o'qiydi, tabloda bizda ko'rsatib turadi. Mana hozir 30 yurganda o'tdi, 30 dan sal oshdi, sразу signal beradi. Mashinamizda 60 kilovatli batareya bilan jihozlangan. Plus minus 490 km yuradi. 0 dan 100 gacha 609 sekundda chiqadi. Mashinamizda hamma zamonaviy funksiyalari bor. Yurishlari yumshoq, yomon emas. Ham baland o'tirar ekanmiz. Yo'l полностью juda zo'r ko'rinyapti. Datchik dajda, datchik sveta, hamma zamonaviy funksiyalarga ega mashina. Mana surishlari ham zo'r. Mashinamiz a'lo darajada. Balonlar ozgina перекачанный bo'lsa ham yumshoqligi menga yoqdi. So'ngdan ancha yumshoq ekan mashina. Juda ko'pidan ancha aqlli mashina ekan. Shunaqa gaplar. Qamiz qanaqa bo'lar ekan? Aytganimdek, mashina hamma zamonaviy funksiyalar bilan jihozlangan. Pavorotlikni yoqqanda kameralar ishga tushadi. Cruise control, adaptivniy cruise control, полоса чтения. Gap yo'q, surishlari ham zo'r. Avtoulovimiz menga juda yoqdi. Juda yumshoq mashina ekan. Menimcha so'ngdan ham yumshoq deb o'ylayman. O'tirish qulay.
aytganimdek hamma znaklarni o'zi o'qiydi, sразу haydovchiga signal beradi necha tezlikda yurishini. Uncha bunchaga narushение qilmaysiz bu mashinada. Chunki narushение qilishga imkoniyat bermaydi. Shunchalik zamonaviy mashina. Hammaga tavsiya qilaman 21-asr mashinada yurishi. Mana mashinaga yaqinlashganda ham o'zi avtomatdan shuni предупреждать qilar ekan, ogohlantirar ekan. Bunaqa mashinada yo'l transport hodisasiga uchrash, narushение qilish juda qiyin. Chunki bu sizga hamma informatsiyalarni mashina haydab ketayotganingizda 100% berib turar ekan. Asosan ayollar uchun ham juda zo'r mashina ekan. Hammaga tavsiya qilaman. Mashinani haydash, uni boshqarish, tormozlari ham juda zo'r. So'ngdan yaxshi ekan. Sport rejimida ana ketdi. Mana yana bitta bosamiz. Bilmadim, lekin mana sport rejimiga qo'ydim. Sal slabiyroq ekan, misol. Mana mashinamga qaraganda, bu yerda ham sport rejimiga qo'ydim. Bo'ldi, mana endi sport rejimiga qo'yamiz. Bitta bosamiz. Mana endi yaxshi tortishlari. Bu yerda radarlar bor. Mana yana bitta surishini ko'rsatib qo'yaymi? Bilmadim. Surishi lekin unaqa super emas ekan. Chunki men boshqa mashinalarga ham solishtiryapman. Sal slabiyroq ekan lekin surishi. Mana bu yana bitta surib ko'ramiz, qalay bo'larkan. Men bu sport rejimiga qo'ydim. Endi balki bu men uncha tushunmayman bu mashinani, balki o'shanga hozir sport rejimiga dakansa qo'yilmayotgan. Lekin mana sport rejim yo'q-ku. Lekin bo'ldi, tushunarli. Surishlari sal slabiyroq ekan, lekin mashinani o'zini boshqarish juda qulay. Menga asosan mashinani mягкийлigi yoqdi. Juda yumshoq mashina ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Mashina juda yumshoq. Upravlaymiz yaxshi. Mashinani boshqarish juda qulay va oson. Lekin tezlanishi va tez yurishi sal so'ng plusdan sekinroq ekan, lekin mashinani boshqarish juda oson, juda qulay, juda zamonaviy. Hammaga tavsiya qilaman. Asosan ayol kishilar uchun bu mashina juda a'lo darajada. Do'stlar, bizani obzorimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta yoqtirma tugmasini bosinglar. Kanalimizga a'zo bo'linglar, izoh qoldiringlar. Keyingi qaysi mashinani obzor qilishimizni. Hammaga xayrli kun. Omon bo'linglar. Omadli yo'llar. Yana bir marta aytaman, videomizni yoqqan bo'lsa, bitta yoqtirma tugmasini bosinglar. Hammaga xayrli kun. Xayr. Do'stlar, agar kimga shunaqa zamonaviy avtoulovlar kerak bo'lsa, haydalgan, ozgina yurgan, bizga aloqaga chiqinglar, mashina tanlashda yordamlashamiz. Tepadagi raqamga aloqaga chiqsanglar, tamom.